Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Mana Eldorbek va Qandosbekni hozir ko'rib turibsizlar. Ularni bilasizlar, hammamizni qalbimizdan chuqur joy olgan. Bular futbol yulduzlaridan hisoblanishadi. Ularni o'ynashayotganda maydonda ko'ring, bularni jamoalariga qanaqangi katta foyda keltirishlarini ko'rib turibsizlar. Ularni chaqqonliklari, mehnatsevarliklarini qarang. Bizlarning qanaqa chaqqon yigitlar. Ularni bir-biriga to'p uzatishlari, urayotgan paslari, urayotgan gollari rostayam chiroyli, qonun qoidali. Ularga omad tilaymiz. Bundan-da katta zafar, muvaffaqiyatlarga erishishlarini tilab qolamiz. Kelajaklari cheksiz shunaqangi muvaffaqiyatlarga to'la bo'lsin. Bizni O'zbekistonimizni sha'nini yanada yuqori darajalarga ko'tarishini istab qolamiz. Muxlislarimizdan bitta like so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar.